Arab tilidagi 3 ta h harfining bir-biridan farqlari va ularning mashqlarini bilasizmi? Keling birgalikda o'rganamiz. Doskaga qaraymiz aziz o'quvchilar. Bu harfimiz ha, halqumning eng tubidan chiqadi. Buni hoyu havas deymiz. Ikkinchi harfimiz bu ha harfi halqumning o'rtasidan chiqadi. Ha deb talaffuz qilamiz. Bu harfimiz esa xo, tomog'imizda qirilish paydo bo'ladi. Xo deb aytamiz. Endi keling bitta mashq qilamiz. Ha, xo. Endi ushbu harflarimiz sukunli bo'lganda, ya'ni harakatsiz bo'lganda uchalasida ham rohava sifati bor, ya'ni ularda sirg'aluvchilik sifati bor. Ya'ni bularni aytayotganimizda cho'zibroq aytamiz. Ana aytamiz, qarang, halqumning eng tubidan. Ha harfi halqumning o'rtasidagi ha. Halqumning o'rtasidan, bu esa halqumning boshidan deb talaffuz qilamiz. Aziz o'quvchilar, arab tilidagi 3 ta hning bir-biridan farqini ajratuvchi YouTube sahifamga katta bir mutlaqo bepul video darsini joylaganman. Hoziroq YouTube sahifamga o'ting, ushbu darsimizdan maksimal foyda oling. Shu kabi ha harfida qiynalayotgan o'quvchilarga ushbu videoni yuborishni unutmang.